harflaridan biri i va I tovushi hisoblanadi. Talaffuziga e'tibor qaratamiz. Nuqtali bo'lsa bu i deb talaffuz qilinadi. Ya'ni nisbatan cho'ziqroq bo'ladi. Keyingisi mana qarang, nuqtasi bo'lmasa, demak bu I, rus tilidagi I ga teng. Yana qaraymiz bu yerda O va U tovushlari. Bu o'zbek tilida bo'lmasligi mumkin. Buni biz bilamizki, O tovushini bilamiz o'zbek tilida, ammo bunisi yo'q. Faqatgina U'ni bilamiz. Bu biroz cho'ziqroq talaffuz qilinadi. Qaraymiz. O'zbekdagi O. Mana bu ikkita nuqtalisi bo'lsa, o'zbek so'zidagi O'ga teng. Keyingisi U'ni tepasida ikkita nuqtasi bo'ladigan bo'lsa, uzum so'zidagi U harfi mana shu tepasida ikkita nuqta bilan yoziladi. Uzun emas, uzum. Biroz cho'ziqlik bo'ladi talaffuzda. Shularga e'tiborli bo'lamiz.